Assalomu alaykum barchaga. O'zbekistondagi universitetlarda ishlaydigan hamkasblarimizga, xususan ma'muriy o'sha rektor, prorektor, dekanat, mana shu yerga insonlarga, hamkasblarga foydali bo'ladigan video bo'ladi deb umid qilaman. Xullas kalom, O'zbekistondagi universitetlarda ishlaydigan hamkasblardan taniydiganlarim, tanimaydiganlarim email olib turaman. Yiliga 3 marta, 4 martada. Emailning mundarijasi shundan iboratki, biza universitetimizning reytingini oshirmoqchimiz. Oshirishimiz uchun mana shu veb sahifaga kirib, so'rovnomada bizaga ijobiy bizani baholab bersangiz, o'shanda bizani universitetimizni reytingi oshadi degan ma'nodada. Bunda bir qancha muammolar borda. Birinchi muammo, men sizni universitetingiz haqida bilmayman. Ya'ni qanaqa qilib o'zim bilmasdan turib, bu universitet haqida ijobiy men baholashim mumkin-da. Agar universitet faoliyati haqida bilsamki, baholasam, bo'lmasa bilmayman. Demak, bu yerdagi asosiy muammo, men O'zbekiston xalqini, shu bilan birga O'zbekiston prezidentini olib borayotgan siyosatini aldamoqchi emasman. Ya'ni nima qilamiz aldov yo'li bilan universitetni reytinglarini oshirishda. Endi kimdir savol so'rashi mumkin-da, "Xo'p, unaqada universitetni reytingini qanaqa oshiramiz?" debdi. Oshirishni bitta yo'li, siz O'zbekiston aholisini yoki dunyo aholisini muammolarini yechishga harakat qiling. Xususan O'zbekiston aholisini muammolarini yechishga harakat qiling. Qanaqa muammo bor? Qishlog'ingizda, rayoningizda, shahringizda yoki maktabingizda ana o'sha muammolarni yechib, unga sistematik ravishda yondoshib, ilmiy tadqiqot yo'li bilan yechim toping hamda ana o'sha yechimini akademik jurnallarda maqola qilib chiqaring. Bundan Markaziy Osiyo mamlakatlari, Osiyo mamlakatlari, Yevropa mamlakatlari, Amerika o'sha nufuzli mamlakatlar deymizmi, rivojlangan mamlakatlar sizdan andoza olib, ana o'shani ishlatib, rostdan ham samaradorligini bilsin, o'z-o'zidan universitetingizni reytingi oshadi. Ya'ni nima demoqchiman? Ilmiy tadqiqotda asosiy maqsadi bu odamlarni farovonligini o'ylash, odamlarni qiyinchiligiga yengillik yaratish. Asosiy maqsad boshqa mamlakatlardagi professorlardan ijobiy so'rovnomada ijobiy baholash olish yo'li bilan reyting ko'tarilmaydi. O'sha Nobel yutgan odamlarni ham, nufuzli universitetlarni ham harakatini qarasangiz, insoniyatni nima deydi, muammosiga ko'p hollarda yechim topish orqali ana o'sha universitetlarning reytingi oshiriladi. Iltimos, bir-birimizni aldamaylik. O'sha sal qo'polroq gap bor, cho'chqaga pomada surganingiz bilan cho'chqaligicha qoladi. Universitetni obro'sini oshirmoqchimisiz? Insoniyatga, odamlarga foydasi tegadigan ilmiy tadqiqot qilish orqali, talabalarga juda ham chiroyli yo'l bilan dars berish orqali, shu orqali ya'ni universitetingizni reytingini oshirishingiz mumkin. O'shanga iltimos qilardim. Men просто o'zbekistonlik bo'lganim uchun, bilganim uchun bu narsani aytmayman. Boshqa odam bunaqa emailni ko'rib ustingizdan kuladi-da. Nimaga meni aldashga da'vat qilyapsan? Nimaga meni aldashga undayapsan debdi. O'shanga iltimos qilardim. Unaqa emaillarni jo'natmanglar, iloji boricha akademik professorlar, hamkasblar ilmiy ishlar qilib, xalqimizni, dunyoni muammolarini sistematik ravishda o'rganib, faoliyatlarimizni davom ettirsak, menimcha kam bo'lmaymiz inshaalloh. Hammamizga omad.